Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlarga yana bir bor murojaat qilamiz. Kanalimizdagi videolarni har safar 10-15 ming kishi tomosha qilmoqda, ammo obunachilar soni bu ko'rsatkichga yetmayapti. Agar har bir tinglovchimiz obuna bo'lish tugmasini bossa, bu biz uchun katta ko'mak bo'lardi. Ishonamizki, bu qiyin ish emas. Sizning birgina bosishingiz bizga kuch, rag'bat va ilhom beradi. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. Qo'llab-quvvatlov bo'lsa, yangi hikoyalarni tez-tez chiqarishda davom etamiz inshaalloh. Rahmat sizlarga. Sukut ortida 4-qism. Muallif Shamsinur. Keyingi voqealarni eslashni istamayman. Oila a'zolarimdan xafa bo'lgandim. Aza kunlar uchun 3 kun ota uyimda qoldim. Hech kimga gapirmadim. Hadeb meni quchib yig'layotgan katta oyimga ham, yonimdan ketmasdan meni qo'riqlovchi Shalolaga ham bir og'iz so'z demadim. Men ko'proq onamni xonalarda o'tirgancha kiyimlarini quchib yig'lardim. Suratlarga qarab yig'lardim. Oson emas edi o'sha kunlarni yashash. Allohdan jonimni olishini tinmay so'rardim. 3-kuni xonada o'tirganimda eshik sekin ochildi. Amaya. Ovozni eshitib yugurib bag'riga otildim. Kechir, bexabar qolibman. Opajon, onamdan ayrilib qoldim. Onam meni tashlab ketdilar, opajonim. Yomg'irim, yig'lama, ularga azob berma. Marg'uba opa, qanday chidadingiz? Ayting, qanday? Chidash mushkul, ammo majburmiz. Onamiz bizni bu dunyoga keltirib o'stirganlari hurmati chidashga majburmiz. Opa, ko'ksim yonib ketyapti. Chidolmayman. Alloh onangni rahmatiga olsin. Senga sabr bersin. Bu kunlar ortda qoladi. Hozir qiyin. Keyin ko'nikasan. Ota-onaga o'lmoq meros. Men oyimni so'nggi damlarida yo'llarda bo'la olmadim. So'zlarini eshita olmadim. Menga aytmoqchi bo'lgan gaplari bordir. Meni xolalarim onamni umri kam qolganini bila turib aytishmagan. Menga ham bu hali armon. Bilganimda ko'proq vaqt oldilarida bo'larmidim deyman. Marg'uba opam o'sha kuni ancha gapirdilar. Ancha dardlashdik. 4-kun marakalar o'tgach Abror meni uyga olib ketdi. Yangi kelinchak edim. Azador edim. Ochig'i, bu hayotni endi menga qizig'i qolmagandi. Sarvinozni bildirgan ta'ziyasi va boshqa gaplar qulog'imga kirmasdi. Men butunlay odamoviy insonga aylangandim. Atrof muhit bilan ishi yo'q, kar-soqov inson edim. Abror necha bor gaplashishga urindi. Bo'lmadi, gapirmadim. Ishlarni qilardim. Ovqatni cho'qilab turib deyarli yemasdim. Ko'pincha xonadan chiqmasdim. Menga qorong'ulik yoqardi. Deraza pardalarini tushirgancha g'ira-shira xonamga xayolga cho'milib o'tirardim. Butkul tushkunlik meni o'z domiga tortib ketgandi. Ba'zan kun va tunni farqiga bormasdim. Tezroq bu kunlar o'tsa-yu, men ham onamning ortidan borsam, derdim. Bu kunlar davom etgan bo'lardi, toki men haqiqatni bilmagunimcha. 20 yillik haqiqatni men tasavvur ham qila olmasdim. Amaya. Eshik ochilib, Abrorning ovozi eshitildi. Keting, sizga nima kerak? Sen bilan biroz gaplashaylik. Chiqib keting. Meni gapim yo'q gaplashadigan. 2 kun shu holat takrorlangach, xonamning eshigi shaxt bilan ochilib, katta oyim kirib keldi. Salom berib indamay turdim. Katta oyim esa chaqqonlik bilan deraza pardalarini ko'tarib, xonani yorug' qildi. Bu nima ahvol? Bu nima o'tirish? Katta oyi, meni tinch qo'ying. Katta oyim kelib yelkamdan ushlagancha meni silkidi. Hech qachon, eshityapsanmi? Hech qachon. Sen kimsan, ayt. Umrini bag'ishlagan onangning ruhini chirqiratadigan. Gapir, shunchalar mohi gulni qadri yo'qmidi?
Zarra bo'lsin, onangni hurmat qilmasmiding? Hozir bunaqa gaplar ko'nglimga sig'maydi. Sig'adi, eshitasan. Onang senga umrini fido qildi. Sen sabab o'zi nafratlangan odam bilan bir umr yashadi. Sen sabab bu hayotda qoldi. Umrini senga bag'ishlab o'z hayotidan voz kechdi. Kundoshlikka, cho'rilikka ko'ndi. Seni hayotda o'rnini topsin deb juda ko'p harakat qildi. Otangdan kaltak yeb bo'lsa ham o'qishga kirishingga ko'ndirdi. Endi ayt, sen nima qilyapsan? Sen shu holatda butun umr qolib Mohigulni mehnatini, umrini bag'ishlaganini bir tiyin qilmoqchimisan? Yo'q, men bunga yo'l qo'ymayman. O'rningdan tur. Yuzingni muzdek suvga yuvib ol. O'qishingga jo'na. Mohigul meni jigarim, meni yarmim edi. Men sen uchun bu yerdaman. Sen Mohigul orzu qilgandek kuchli bo'lib baxtli yashashga majbursan. Sen kuchli bo'lishing shart. Tur joyingdan. Katta oyimni ilk bora ko'rib turgandek hayratda edim. Hozir men nimalarni eshitdim? Oyim men uchun yashaganini, otam bilan majburan turmush qurganini-mi? Katta oyim boshimda turdi. Yuzimni muzdek suvga yuvgach, kiyinishga tushdim. Abror akam bilan birgalikda meni oliygohga keltirib qo'yishdi. Amaya, hali bu mavzuga qaytamiz. Qulog'ingga quyib ol. Sen onangni qilgan shuncha harakatini oqlashing kerak. Mohigul bekorga fido bo'lib ketmagan bo'lishi shart. Ertaga uyga o'tarsan. Katta oyim gap tugadi degandek qilgach, Abror mashinani haydab ketdi. Istar-istamas auditoriyamizga qarab yo'l oldim. Menga ko'pchilik hamdardlik bildirdi. Kimdir kelib azalik deb bildirgi bergan ekan. Bu ish Abrornikimi yoxud otamning ishimi bila olmadim. U juftlik dars qanday o'tganini bilmayman. Xayolimda faqat katta oyimni gaplari edi. Amaya, Alloh sabr bersin. Juda afsusdaman. Yonginamdan eshitilgan ovoz sabab o'girildim. Sadriddin aka menga g'amgin nigoh bilan achinib qarab turardilar. Bosh silkib qo'ydim xolos. Bu yigit men turmushga chiqqan bo'lsam ham umidvordek. Darsim tugab, tashqariga chiqqach biroz piyoda yurdim. Eng yomoni, qobig'imga o'ralib qolganim sabab dugonalarim bilan tuzuk gaplashmadim. Odamlarning menga achinib qarashi yoqmasdi. Yo'lda ketar ekanman. Onamning doim takrorlaydigan so'zlari quloqlarim ostida jaranglardi. Sen baxtli bo'lishing kerak. Sen kuchli bo'lishing shart. Men bu so'zlarga va'da ham berganman. Onam bilganlar vafot etishlarini. Menimcha, Abrorga ham tegishimga shu vajdan rozilik berganlar. Onajonim baxtimni ko'rishni istaganlar. Men soxta bo'lsa ham baxtli ekanimni ularga namoyon qilibman. Katta oyim bilib aytgan ekan, onang bilmasin, ko'tara olmaydi deb. Katta oyi, nega onam bilan hech janjallashmasdingiz? Doim ahil edingiz. Bugun katta oyimni ko'rinishi havas qilgulik emasdi. U kishini ko'zlari solib, ich-ichiga botib ketibdi. Kundoshiga ham shunchalar kuyinish mumkinmi? Men buni sira tushuna olmasdim. Sarvinozga indamasa meni o'ldirishga shay. Katta oyimdagi xislatlarni o'ndan biri ham yo'q unda. Taksi to'xtatdim. Uyimizni manzilini bilmas ekanman. Abrorga qo'ng'iroq qildim. Ko'tarmadi. Ota uyimni manzilini aytdim. U yerdan biror kim eltib qo'yar. Mana, uyimiz qarshisida turibman. Onamsiz huvillagan koshona. Ichkari kirib boryapman-u, xuddi onam chiqib keladigandek. Yana ko'zimga yoshlar quyila boshladi. Katta oyimni mazasi qochibdi. Hamshira osma ukol ulagancha kutib turardi. Katta oyi? Amaya, darsing tugadimi? Ha, sizga nima bo'ldi? Biroz yuragimni mazasi bo'lmadi. Sog'ayib keting, ancha yaxshimisiz? Ha, kel o'tir. Ertani kutmay kelib yaxshi qilibsan. Haligi uyimizni manzilini bilmadim.
Abrorga qo'ng'iroq qilsam ko'tarmadi. Bu ham yaxshilikka. Onamni so'nggi so'zini eshita olmadim dema. Onang xabar qilishga qo'ymadi. Xavotir oladi dedi. To'ying kuni xabar topdik bu haqida. Hushidan ketganda kasalxonaga borgandik. Doktor taxminan aytdi. Belgilari o'xshaydi deb. Ammo rost ekan. Katta oyim lab tishlab gapira olmay qoldi. Meni bu qadar tez tashlab ketadi deb o'ylamagandim. Sen-ku boshqa uydasan. Men har kuni eshigiga termulaman. Xuddi chiqib keladigandek. Gulsara deb chaqiradigandek. Mo'hi gulsiz huvillab qoldim. Uyimdan fayz ketdi. Katta oyim aytib yig'lardilar. Hamshira esa bezovtalanib qolgandi. Opa, qon bosimingiz ko'tariladi. Yaxshiman, xavotir olmang. Men hozir onamning xonasiga shoshdim. Birorta ko'ylagini olib ketaman. Xonaga kirgach, to'yib hidladim. Onamning ifori qolgan bu xonada. Yolg'iz tunlarni qarshi olgan bu xonada. Eng sevimli ro'mollari shkafda osig'liq turardi. Biroz bo'yim yetmadi. Olaman deb tortgandim, ro'mol bilan birga qalin muqovali daftar to'p etib pastga tushdi. Axir bu onamning kundaligi. Onam doim bir nimalar yozardilar. Nahot esimga kelmadi. Nega qiziqmadim? Onam doim bu daftarni berkitib yurardi. Biror marta qo'limga tushmagan. Daftarni va ro'molni shosha-pisha sumkamga soldim va katta oyim tomon yurdim. Katta oyimni ukoli tugabdi. Hamshira narsalarni yig'ishtirayotgan ekan. Mayli opa, sog'ayib keting. Shalola esa hamshiraning cho'ntagiga chaqqonlik bilan pul soldi va uni kuzatishga chiqib ketdi. Endi o'tirgandimki, telefonim ovoz chiqara boshladi. Ekranda Abror yozuvi ko'rindi. Allo, qo'ng'iroq qilibsan? Vaqtida ko'targaningizda juda zo'r bo'lardi. Gapir. Manzilni so'ramoqchi edim. Yoki uyga olib keting demoqchi edim. Afsus, ko'tarmadingiz. O'zimning uyimga keldim. Hozir boraman. Tayyor tur. Ablah, telefonni o'chirdi. Kuyovmi? Ha. Ahvol qanday? Hech qanday. Deyarli gaplashmayman birortasi bilan. Xuddiki bir uyda emas, alohida uyda turadiganga o'xshayman. Bilib ishimni qilib uyga kirib ketaman. Nima qilmoqchisan endi? Qaydam? Bu haqida o'ylamadim ham. Bu yerga kelsam, otam meni qabul qilarmikan? Ko'ksimdan itarmaydi deb o'ylamayman. Bilasiz, menga emas, Abrorga ishonadi. Meni ham boshim qotdi. Kel deyishni xohlayman. Yonimda bo'lasan, ammo otang senga kun bermay qo'ysa deb qo'rqaman. Katta oyi, o'ylanmang, bir yo'li topilar. Ularga taskin bersamda, o'zim bunga ishona olmasdim. Amaya, ering keldi. Shalola shunday degancha kirib ketdi. Katta oyimni yuzlaridan o'pdim va yaqinlarim bilan xayrlashib chiqib ketdim. Bu uyda endi meni mehribon onajonim yo'q. Xonalari huvillab qolgan. Xuddi meni ko'nglimdek. Abror mashinadan tushmay meni kutib o'tirgan ekan. Darrovda mashinani o't oldirdi. Bir og'izam gaplashmadik. Uyga keldik. Darvozadan birga kirganimizni ko'rgan Sarvinozni yuzi o'zgardi. Men indamay uyga kirib ketdim. Yayra amma ko'pincha mehmondorchilikda yuradi. Uyda kamdan kam hollarda bo'lardi. Xayol bilan sumkamni mashinada qoldirganim esimga tushib, xonamdan tezda qaytib chiqdim. Abror aka, nega bunaqa qilyapsiz? Men senga avval ham aytganman. Men bilan ishing bo'lmasin deb. Men sizsiz yasha olmayman. Meni bunaqa rashk olovda yo'qmang. Rashk qilishingga asos yo'q. Sen bilan kelishganmiz. Undan ortiq narsa bo'lishi mumkin emas. Men suhbatni eshitib yurishni ham, yurmaslikni ham bilmay qoldim. Ortga 2-3 qadam tashladim-u, kelayotganimni bildirgudek qadamlarimni qattiqroq bosdim. Ular meni ko'rib qayta gaplashishmadi. Mashinada sumkam qolibdi, ochiqmi? Ha.
Darrov sumkamni olib izimga qaytdim. Uyga kirib, kiyim alishtirib oshxonaga o'tdim. Abror choy ichib o'tirardi. Sarvinoz esa yo'q. Arazlagandir. Otang uydamidi? Yo'q. Odam bo'lmaydi u. Nafs haqalaga otgandan otyaptiki. O'zi biladi. Men uni ishlariga aralashmayman. Hammasi uchun javob berasanlar. Meni bolaligimdan judo qilganlaring uchun ham. Bunda meni aybim nima? Meni aybim nima edi? Siz avvalo mard bo'lib meni aralashtirmasligingiz kerak edi. O'zim yaxshi bilaman nima qilayotganimni. Abrorni kuzatuv ostida noqulay bo'lsa ham taom tayyorlashga kirishdim. Shu topda telefonim jiringlab qoldi. Allo. Men Ibrohimman. Kursdoshim qo'ng'iroq qilayotgan ekan. Gapiring Ibrohim. Telegramingizga bitta matn tashladim. Iloji bo'lsa, shuni ertagacha tahrirlab bering. To'lovi ham yaxshigina. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Telefonni cho'ntagimga solgancha ishda davom etdim. Kim u Ibrohim? Kursdoshim. Yana qanaqa kursdosh? Meni o'ziga qaratgan g'azablangan yuzlarga qaradim. Sizga nima? Jinnimisiz? Sen meni xotinimsan. Ertaga menga xotinini yig'ishtira olmabdi degan gap kerak emas. Men yig'ishtirib olinishi kerak bo'lgan qiz emasman. Xavotiringiz o'rinsiz. Ko'zingga qara, keyin yaxshi bo'lmaydi. Abror chiqib ketdi. Nima balo? Jin urganmi buni? Siri tushunmayman. Ovqatni tagini pasaytirib qo'ydim-da, xonamga oshiqdim. Axir onajonimning kundaliklari meni kutyapti. Mana, xonada o'tiribman. Negadir hayajon bosib qo'lim titrayapti. Asta kundalikni varaqlay boshladim. Bismillahirrohmanirrohim. 10-mart. Aslida bu daftarni kundalik tutish maqsadida olmagandim. She'riyat oshnosiman. O'zimga ma'qul she'rlarni tushirib boraman deb niyat qilgandim. Lekin bugun dugonamga havasim kelib, men ham kundalik yozishga qaror qildim. Men Mohigul Ro'ziyeva Shodmon qizi. 13-iyunda tug'ilganman. Kundalikda asli kunlik voqealar yoziladi. Men esa bir boshidan boshlashni ma'qul ko'rdim. Kundalik yozish o'zimga ham qiziq tuyulyapti. Men tug'ilganimda onam qattiq og'rib qolgan ekanlar. Ular atigi 2 oygina yashab, omonatlarni haqqa topshirganlar. Dadam esa ichkilikka berilib, menga qaramay ham qo'ygan ekanlar. Keyinchalik qayoqlargadir bosh olib ketganlar. Dom-daraksiz, hech kim qayerga ketganlarini bilmaydi. Meni ona buvim o'z qaramog'iga olgan. Sigir suti bilan katta qilganlar. Buvimning aytishlaricha, onam Bibisora juda chiroyli ayol bo'lganlar. Dadam onamning ortidan 2 yil oshiq bo'lib yurib, qancha qarshiliklar bilan uylangan ekanlar. Dadamning ota-onalari uzoq yillar farzand ko'rishmagan. Dadamni orqa varotdan 50 voy deb ham atashgan. Dadam tilab olingan farzand bo'lganlar. Onam vafotlaridan keyin dadam Shodmon ichkilikka berilganlarda ota-onalari birin-ketin haqqa omonatlarini topshirganlar. Shu sababdanmi meni ona buvimdan boshqa g'amxo'rim bo'lmagan. Farzand dog'ida yuragi pora bo'lgan buvim meni juda qattiq yaxshi ko'rardilar. Bu uyda meni yoqtirmaydigan yagona odam tog'amning xotinlari edi. Kichikligimdanoq mehnatga o'rgatib doim ish qildirardi. Bu hozir ham davom etib keladi. O'zlarining o'g'illari esa ko'cha changitib kaptok o'ynashdan beri kelmaydi. Qo'ylarga qarash, ularni tagini tozalash, sug'orish bari mening bo'ynimda. Buvim qarib qolganlari uchun uydan chiqishga qiynaladilar. Kelinoyimni menga qilayotgan muomalasini bilmaydilar yoki bilsalar ham gapira olmaydilar. Yoshligim bir muncha yaxshi o'tgan. Buvim har nafaqadan menga ko'ylak, tufli, qo'g'irchoq olib berardilar. Hozir esa 17 yoshdaman. Maktabda 11-sinfda o'qiyman.
Bizni bu vaqtda barcha muhabbat ko'chasiga qadam bosgan. Kimdir pinhona, kimdir oshkora xat yozishib yuribdi. Bo'y qizlarning xayollarini band etgan shahzodalari bor. Tog'am kattaroq ishga joylashgach, qishloqdan ko'chamiz deb turib olganlar. Yangam ham har kuni shuni gapiradi. Bu esa cholimni chirog'ini o'chirmayman deb qaysarlik qilyaptilar. Tog'amning aytishicha, shahardagi uy baland qavatli-emish. Bizni o'sha yerga ko'chirib ketaman deyaptilar. Xullas, bugunga shu. Ertaga yana yozaman. Birinchi kunni o'qidim. Demak, onamni shu sababdan yaqinlari deyarli yo'q. Nega unda tog'alari bilan bordi-keldi qilmaganlar? Onam yetim o'sganliklarini ham ochiq aytmasdilar. Otalari tirikmikan? Hech kim bilmasa kerak bu haqda. Men onamni birorta qarindoshlarini ham tanimasdim. 15-mart. Ertaga yozaman deb yozolmadim. Ishlar ko'payib ketdi. Tog'am bir amallab bizni ko'ndirib, shaharga ko'chirib olib keldilar. Meni ham maktabga joylashtirdilar. Men shifokor bo'lmoqchiman. Onamdek kasallarni davolayman. Bugunga ishlarim ko'p. Vaqt topsam, yana yozaman. 17-mart. Men bugun ilk bor uni ko'rdim. U shu qadar ko'rkamki, yigit kishi ham shunchalar chiroyli bo'ladimi? Unga tikilib qolibman. Qop-qora, tep-tekis sochlarini biroz o'stirib olgani o'ziga juda yarashgan. Ko'zlari odamni sehrlab oladi. U ham menga qiziqsinib qaradi. Hatto kulib ham qo'ydi. Men uni do'kon oldida uchratgandim. Yana qayta ko'rarmikanman? Bugun uni yana ko'rdim. Rosa kelishgan yigitda menga qarab ko'z qisib qo'ydi. Shu qadar hayajonlandimki, asta u yerdan uzoqlashdim. Agar qishloqda bo'lganimizda Gulsaraga aytib berardim. U ham bu qadar kelishgan yigitni ko'rmagani aniq. Gulsarani rosta juda sog'indim. Shaharlik qizlar bilan sira chiqishib keta olmayapman. Ular meni uncha-munchaga nazarga ilmaydi deb o'ylagandim. Sabab boshqa ekan. Ko'pchilik yigitlarni e'tiborini tortganim sabab mendan o'zlarini olib qochishar ekan. Kamiga xuddi meni yigitlarni tortib olayotgandek nafrat bilan qarashadi. Bu gaplarni sinfdagi eng ko'rimsiz qiz men bilan dugona bo'lganida aytib berdi. Sabriya ismli bu qiz ko'rimsizgina bo'lgani uchun sinfda ajralib qolar ekan. U kulib aytadigan bir gapi bor. Biz xuddi sohibjamol va maxluqdek yuramiz deydi. Ammo men uni softaligi uchun yoqtirib qoldim. Gulsara men bilan bog'cha yoshidan beri birga. Do'konchini qizi bo'lgani uchun u to'qchilikda katta bo'lgandi. Biz esa mana endi yaxshi yashay boshladik. Gulsara bilan 11 yil bir partada o'tiribmiz. Doim bir-birimizni himoya qilib, ahil bo'lib kelganmiz. U ham oliy ma'lumotli bo'lish istagida. Lekin qattiqqo'l otasi bunga ruxsat berishi dargumon. 4-aprel. Senga yozishga vaqtim ham bo'lmayapti. Meni hayotimda yangi sahifa ochildi. Men sevib qoldim. O'sha yigitni sevib qoldim. Uni ko'rmasam kun bo'yi tushkun ahvolda yuraman. Ko'rgan kunim esa mendan baxtli odam yo'q. 1-2 bor to'qnash keldik. Menga salom berib o'tib ketdi. Meni ko'rganida jilmayib qo'yishi jonni yoqadi. Bugun kelinoyim o'g'illariga meni tekinxo'r deb aytdi. Jonga tekkanmishman. Men nima qildim? Ovqatni qilsam, barcha ish meni zimmamda bo'lsa, yana mendan nima istaydi bu xotin? Ba'zan xo'rligim kelib yig'layman. Qalbim og'riydi. Meni ham ota-onam tirik bo'lganlarida edi. Loqal dadajonim ichkilikdan xalos bo'lib, meni izlab kelsalar edi. 10-aprel.
Kundalikjon, bugun qishloqqa bordik. Gulsarani sog'ingandim. Qattiq quchoqlab qo'yib yubormadim. Unga o'zim ismini ham bilmas oshig'im haqida aytib berdim. U men uchun xursand bo'ldi. Lekin shaharlik yigitlarga ishonma, aldab tashlab ketmasin dedi. O'zida ham yangilik bor ekan. Dadasi ulgurji tovar olib keladigan insonni o'g'li Nizom bir-ikki bora qishloqqa kelganida Gulsara ko'rganini aytgandi. O'sha yigitga unashtirlar ekan. Gulsara o'zida yo'q xursand. Nizom unga yoqib qolgan ko'rinadi. Hatto o'qish haqida o'ylamayapti ham. Unashtiruvga ham chaqiraman deb tog'amni uy telefonlari raqamini yozib oldi. 17 aprel. Bugun uni ko'rdim. Meni ko'rgach, yonimga keldi. Men maktabga ketayotgandim. Salom. Assalomu alaykum. Meni ismim Niyoz. Men Mohigulman. Ismingiz o'zingizda chiroyli ekan. Qizarmang, rostini aytdim. Bu bizning ilk suhbatimiz edi. Biz shu tariqa Niyoz bilan tanishdik. Meni sokin hayotimga Niyoz ulkan to'fon bo'lib bostirib kirdi. Har kuni meni kutar, biz shunchaki salomlashishdan nariga o'tmasdik. 22 aprel. Juda baxtliman. Niyoz menga sevgi izhor qildi. Mendan 4 yosh katta ekan. Iqtisod yo'nalishida o'qirkan. Darsi kechki soatda bo'lgani uchun do'konda ishlar ekan. Men ham sevmaymanmi Niyozni? Izhorini rad etmadim. Kunlarim Niyozni bir bora ko'rishdek orzu bilan baxtiyor o'tardi. Kelinoyim meni sig'dirmayapti. Kelin olish kerak-ku. Men ortiqchalik qilyapman. Gap orasida menga uzoq qarindoshidan sovchi chiqayotganini aytayapti. Buvim maktabni tugatmabdi deya unamayapti. 30 aprel. Kelinoyim bilganidan qolmayapti. Qarindoshidan sovchi keldi uyga. Qarindoshi aravakash ekan. U ham mayli, sinfdan sinfga qolib arang bitirgan ekan. Buni tog'amning katta o'g'li Tolmasdan eshitdim. Kelinoyim nahot meni shunaqa odamga ravo ko'ryapti. Bugun ko'rishganimizda Niyozga bu haqida aytdim. Sen nima deding? Mendan hali hech kim so'ramadi. Nima derding so'rashsa? Sizni men unga sevaman deb ayta olmadim. Biror marta aytgan emasman. Xo'sh, siz hal qilarsiz deb o'ylovdim. Albatta hal qilaman. Sen bundan g'am chekma. Niyoz bilan aslo yaqin turmasdik. U boshqalarga o'xshab quchoqlash yoki qo'l ushlashdan so'z ochmasdi. Bu meni ishonchimni yanada orttirardi. Niyozga o'zimdan-da ko'proq ishonaman. 8 may. Gulsara qo'ng'iroq qildi. 2 kundan so'ng fotihasi ekan. Iyun oxirida esa to'yni qilamiz deyishayotgan ekan. Sen uchun xursandman, baxtli bo'ldik onajon. Katta rahmat. Sen ham sevganingga turmushga chiq. Bu eng katta baxt. Meni ham orzuyim shu. Qiziq. Niyoz kim bo'ldi ekan? Katta oyim otamni sevib turmush qurgan. Unda otam onamga qanday uylangan? Katta oyimdan so'rasam ekan yoki oxirgacha o'qiyman. Juda berilib ketibman. Ovqat esimdan chiqib qolay debdi. Yugurib oshxonaga bordim. Yayra amma kelgan ekan. Muzlatgichni ochib nimalardir qilyapti. Kelin degani ovqatni tayyorlasa-da. Ovqat tayyor, hamma kelsa suzaman. Har holda ovqatim pastgina qaynab turibdi. Unda chaqiring, hamma uyda. Xo'p. Avval Sarvinozni chaqirdim. So'ngra Abrorni ham chaqirishni aytdim. O'zing chaqir, kabinetida o'tirgandir. Nima jin urdi buni? To'mtay borgan. Abrorni kabinetiga kelib eshikni taqillatdim. Kiring. Ovqatni suzmoqchi edim. So'zaver, boraman. Ovqat ustida Yayra amma bugun borgan joyini maqtadi. O'g'il to'yi qildi.
Biram havasim keldi. Abror, senga ham tezroq Alloh bir tirnoq bersa-da, ko'nglim tinch edi. Amma Abror va Sarvinozga qarab qo'ydi. Nasib berib qolar. Abror nigohini menga qaratdi. Shu lahzada titrab ketdim. Nahotki? Yo'q, men buni xohlamayman. Hech qachon. Nomiga er-xotin bo'lib yurganimiz yetarli. Ertaga ajrashadigan odammiz. Ovqatlanib bo'lgach, darrov idishlarni yuvib xonamga yugurdim. Kirgach esa xona eshigini qulflab oldim. Faqat men o'ylagan narsa bo'lmassin. Kundalikni qo'limga olmaslikni bilmadim. Xayolim eshikda edi. Abror kirib kelmasin deya. Yolg'iz qolgach, yana dardim qo'zidi. Onamni eslab yig'lay boshladim. Uyqu dorini tortmadan oldim, ichdim va budilnikni yoqib uyquga ketdim. Ertalab turib nonushta tayyorladim. Sarvinozni qorasi ko'rinmaydi. Birin-ketin amma va Abror kirib kelishdi. Men shosha-pisha nonushta qilib kiyinishga xonamga chiqdim. Bugun Marg'uba opamni oldilariga boraman. Kiyinib chiqqach, Abror bilan sal qolsa to'qnashib ketardim. Buncha shoshmasang, birinchi para Imomovni darsi, rosa qattiq qo'l. Tashlab qo'yaman. Xo'p. Mashinada ketarkanmiz, meni buyurtmam esimga tushib qoldi. Voy xudoyim, o'ldim. Nima bo'ldi? Buyurtmani bajarmabman-ku. Endi nima qildim, qanday ulguraman? Shunchalik muhimmi? Ha, pulini ham olganman oldindan. Imomovni darsidan keyin ulgurarmikinman? Nega esimga kelmadi? Peshonamga bir urdim. Javob olsang-chi. O'zi juda ko'p dars qoldirdim, bo'lmaydi. Nima qilish kerak o'zi? 20 list matnni tahrirlash kerak. Gap pulda emas, u menga ishongandi. Otasini maqolasi ekan. Men yordam beraman, tushuntir. Xullas, mana shu imlo bo'yicha tahrir qilamiz. Tinish belgilari joyida qo'llanilishi kerak. Qila olasizmi? Ha, men ona tilidan yaxshi o'qiganman. Biz Abror bilan birinchi paradan keyin birga matnni tahrirlashga kelishdik. Birinchi para tugagach, Abror meni bir kafega olib bordi. Naqd 2 soat boshimizni ko'tarmay tahrirni yakunladik. Katta rahmat sizga. Meni qiyin ahvoldan qutqardingiz. Mushukdek kimga oftobga chiqmaydi. Mayli, unda bitta tushlik mendan. Yaxshisi, tushlik mendan bo'la qolsin. Sendan esa yuragim tovonimga tushib ketay dedi. Yo'q, men o'ylagan narsani so'rama faqat. Nima? Kechga aytaman. Ikkalamiz birga tushlik qildik. Shundan so'ng men oxirgi juftlik darsga shoshildim. Buyurtmani ham vaqtida yetkazdim. O'qishdan chiqishimizda ham Abror kelib olib ketdi. Ishim shu atrofda edi deb qo'ya qoldi. Uyga borganimizda Sarvinoz sumkalarni ko'tarib olgan, amma esa uni qanday qilib qaytarsam ekan deb ovora edi. Sarvinoz, nimalarni ko'tarib olding? Ketaman, bu yerda ortiq yashamayman. Nimadir bo'ldimi? Ha, ko'rmayapsizmi bo'lganini? Ko'zingiz anavindan boshqasini ko'rmay qolgan-ku, men sizga hech kim bo'lmay qolganman. Sarvinoz, bas qil. Yo'q, ketaman. Aytmabmanmi senga? Uylanishing shart emas, shundoq ham o'chingni ol degandim. Sen ko'proq zarba olsin deding. Xotiningni joni og'riydi degandim. Mana, nima bo'ldi? Amma yetar. Sen nega turibsan bu xonangda? Aytmabmidim senga? Uylanishing shart emas, shundoq ham o'chingni ol degandim. Sen ko'proq zarba olsin deding. Xotiningni joni og'riydi degandim. Mana, nima bo'ldi? Amma yetar. Sen nega turibsan? Bor xonangga. Amma menga o'qiragancha gapirdi. Ahmoqlar, baring bir ko'rsan. Ja, senlarni muomalangni eshitay deb ko'zim ochib turgani yo'q. Xonamga kirar ekanman, Abror Sarvinozni qo'lidan sumkalarni olib xonasi tomon yurganiga ko'zim tushdi. Yashavor Sarvinoz. Abrorni keshdagi fikri seni deb zora yo'qqa chiqsa. Kiyimlarimni almashtirib yotoqqa cho'zildim. Darrov o'rnimdan otilib turdim. Kundalik. Kundalikni o'qishim kerak.
onamni hayotlari haqidagi sirlardan voqif bo'lishim kerak. Asta kundalikni kelgan joyidan varaqladim. 15-may. Niyoz menga kitoblar sovg'a qildi. Kecha uchrashuvga taklif qilgandi. Biz parkka bordik. Yosh bolalardek mazza qilib karusellarda uchdik. Bizdan baxtli odam bo'lmadi kecha. Niyoz yonimda bo'lsa barcha narsani unutaman. Bu qanday baxt. Bugun meni bekatda kutib turgan ekan, kitob ushlab olganda. Menga ekan. Mehrobdan chayon, men sevgan asar. Niyozga ham bu juda yoqar ekan. 20-may. Bugun Gulsara bilan gaplashdim. Nizom to'yimiz tezroq bo'lsin, seni olib ketay deb shoshirayotgan ekan. Gulsarani o'zi ham to'yni intiq kutyapti. Unga havasim keldi. 2 yosh bir-birini sevadi. Yana unashtirilgan. Bizchi, biz hali bu darajaga yetmadik. Yangam yana o'sha qarindoshini tiqishtiryapti. Buvimga gap qaytarishni ham odat qilib olgan. 22-may. Niyozga mendan quruq qolish xavfi borligini aytdim. Sovchi yuboraman dedim-ku, seni yo'q deb turaver. Meni gapimni inobatga olarmidi bu yangam? Nega bunday deyapsan? Menda tanlash huquqi yo'q. Siz sovchi yuborsangiz, buvimga rozi bo'ling deb tushuntirardim. Akamni unashtirganmiz. To'yi ham bo'lib qolish arafasida. Undan keyin men senga sovchi qo'yardim-da. 1-2 oy bir ilojini qil. Bilmadim. Meni kuchim yetarmikan bu yangamga. 30-may. Yangam o'sha jiyanimga tegasan yoki uydan ketasan deb menga oshkora aytdi. Buvimga aytishimdan qo'rqmadiyam. Rozi bo'lsang, ularni chaqiray. Bo'lmasa, uydan qorangni o'chir. Kelin, bu nima deganingiz? Jonimga tegdilaring. Meni ham kelin qilsam deyman. Uydan ketsinni berangiz. Bo'lmasa, erga tegsin. Buvimni jahli chiqib tugunini tugdi. Meni ham olib qishloqqa qaytdi. Yangam domda olib qola olmadi. Essiz. Niyozga ayta olmadim. Hatto uy raqamini ham bilmayman. 2-iyun. Tog'am bizni izlab keldi. Buvim unga haqiqatni aytmadi. Uyni sog'indim, shu yerda yashaymiz dedi. Bir muddat o'tib, boraman deb tog'amni aldab jo'natib yubordi. Biz buvim bilan ikkov shu yerda yashay boshladik. Niyozni sog'inardim. Uni ko'rgim kelardi. Meni topolmay ancha izlagan bo'lsa kerak. 2 kundan keyin imtihon. O'sha kuni bir ilojini qilib gaplashaman. Bu yoqda Gulsarani to'yi ham yaqinlashib qolgan. O'zida yo'q xursand. Hali liboslarni qayta taxlaydimi, hali sarpolarni ko'zdan kechiradimi? Xullas, qiz 7-osmonda. Unga qarab bir tarafdan havasim keladi. Ota-onasi oldida kelinlik uyiga olib ketuvchi sarpolari badastir. Menda-chi? Menda esa hech vaqo yo'q hali. Niyoz boy oiladan bo'lsa, meni kelin qilmasalarchi? Shuni hech o'ylab ko'rmagan ekanman. 4-iyun. Bugun imtihonga borib keldim. Afsus, Niyozni ko'ra olmadim. Bor umidim ham yo'qqa chiqdi. Kayfiyatim tushib ketdi. Unga aytadigan gaplarim ko'pgina edi. Kayfiyatim yo'qligi uchun kundalik-jon 1-2 kun yozmasam mendan ranjima. Ko'ryapsan-ku, shu so'zlarni ham yig'lab yozyapman. Bu varoqni ortida nimadir bor. Onam nima qo'ygan ekanlar deb ochib ko'rdim. Chetlari yelimlangan varoqni asta ochdim. U yerda rasm bor ekan. Haqiqatan ham xushsurat yigit tasvirlangan. Oyim sevganlarcha bor ekan. Istarasi issiq odam. O'z otamdan tuzukroq ekan. Onajon, shu odamga tekkaningizda balki hozir hayot bo'larmidingiz? Surat ortida Niyozbek deb yozib qo'yilgan. Yana kelgan joydan davom etdim.
15-iyun. Kundalikjon, senga ancha vaqt yozolmadim. Buvam og'irlashib qolganlar. Oldilaridan bir zum ham ketmayman. Men ularni yo'qotishdan juda qo'rqyapman. Ishlarimni bo'laman-u, buvimni oldilariga yelib o'tiraman. Havo issiq. Buvim battar behol bo'ladilar. Tog'amni uyiga qo'ng'iroq qildim. Yangam ovozimni eshitishi bilan qarg'ay telefonni uzib tashladi. 26-iyun. Kecha Gulsarani to'yi bo'ldi. Juda chiroyli kelin bo'ldi. Men ham to'yga yasanib bordim. Biror marta pardoz ko'rmagan yuzim shu darajada chiroyli bo'ldiki, ancha payt ko'zguni oldidan ketolmadim. Lekin men xato qildim. Vijdonim qiynalyapti. Men bunchalik pardoz qilmasligim kerak edi. Kuyov navkarlar kirib kelganida ham men kelin dugona bo'lib Gulsarani oldida edim. Kuyov xonaga kirgach sal chetroqqa o'tib turdim. Shu on kuyov negadir menga tikilib qoldi. Hatto qo'lidagi gulni Gulsaraga berishni ham unutdi. Qarash bilan qarashni farqi bor. Kuyov menga oddiy ko'z bilan qaramadi. O'zimni o'zim chalg'itdim. Adashgandirman deb. Yo'q, adashmagan ekanman. To'ydayam, sayrдayam kuyov menga tez-tez qarab qo'yar, men esa bundan noqulay bo'lardim. Baxtdan ko'zi ko'r Gulsara buni sezmasdi. Gulsara, men uyga ketaman. Gulsaraga buvimni bahona qildim. O'tirsang-chi, hali to'y tugamadi. Buvim og'irlashsalar bilmay qolsam-chi. Bir uyga borib qayt. Axir uzoqmas-ku uylarimiz orasi. Dugonangizni xafa qilmang shunday kunda. Kuyov menga tikilgancha shunday dedi. Xo'p. Men shosha-pisha u yerdan uzoqlashdim. Men dugonamni baxtiga chang solmoqchi emasdim. To'yga qaytib bormadim. Buvim og'irlashibdi deb qo'ya qoldim. 28-iyun. Bugun haqiqatdan buvim og'irlashdilar. 4-iyul. Buvimni hamon ahvollari og'ir. 6-iyul. Buvimni kasalxonaga yotqizamiz. Qarashga boraman. 15-iyul. Men tamomman kundalikjon. Buvim yozolmayman. 24-iyul. Buvimdan ayrilganimga 9 kun bo'ldi. Buvim o'zlari bilan meni halovatimni ham olib ketdilar. Men tog'amlarnikiga borishdan bosh tortdim. Yangam baribir meni xushlamaydi. Borib nima qilaman? Paxta yerdan joy olib dalaga ishga chiqyapman. O'z kunimni ko'rishim kerak-ku. 30-iyul. Bugun Gulsara kelibdi eri bilan. Baxtdan lov yonyapti. Juda xursand. Avvalgidanda chiroyi ochilgan. Nizom akam seni ha deb tildan qo'ymaydilar. O'sha dugonang yaxshi ekan dedilar. Qalin dugonam dedingmi? Ha, kerak bo'lsa borsam darrov keladi dedim. Ishonmayman, kelsa ko'rsatchi dedilar. Gulsara soddaginada erini meni ko'rish maqsadini tushunmagan. Men indamay qo'ya qoldim. Ammo Gulsara eriga dugonam keladi degandim, keldi dedi. Men to'xtatishga ulgurmadim. Nizom chiqib men bilan qo'l berib so'rash uchun qo'l uzatdi. Gulsarani oldida xijolat chekmay deb qo'limni berdim-u tortib olmoqchi edim. Nizom menga ma'noli qarab qo'limni siqib qo'ydi. Bu sodda dugonam meni yolg'iz yashashimni aytib qo'ymasa bo'ldi. Men uni eridan negadir hadiksirayapman. Ilohim bu behudaga bo'lsin. Men kundalikni o'qib ichiga kirib borardim. Onam nahotki o'z dugonasini eriga indamay tegib ketavergan. Nega tog'asi yolg'iz o'zini qoldirgan? Olib ketsa bo'lardi-ku. Yana kundalikni o'qishda davom etdim. Men bu yerda ularning oldida anchagina noqulay ahvolda o'tirdim. Yana Nizom ham
biz bilan gapga qo'shilib turib ketmadi. Gulsara, kir yuvaman deb o'choqqa suv qo'yganman isitishga. Bir xabar olay kelaman. Shu kerakmi senga hozir mazza qilib gaplashib o'tiribmiz-da. Kelaman, bormasam bo'lmaydi. Nizom kulimsirab termulib o'tiribdi. Xotinboz. Oldingda yangi kelinchak xotining bor bo'lib, birovga qarashga qanday yuzingchi deyapti. Men turib ketdim. Gulsara hay-haylagancha qoldi. 4-sentyabr. Bugun paxta boshlanmasdan oldin bir-ikki kerakli narsalarni olay deb shaharga borgandim. Nogahon bozorda Niyozni ko'rib qoldim. U ham meni ko'rdi-yu darrov oldimga kelib bilagimdan qattiq siqqancha olib ketdi. Qayerga ketyapmiz? Sendan so'rash kerak. Qayerda eding? Nega g'oyib bo'lding? Meni adoyi tamom qilganingni bilasanmi? Men sizni izladim. Bekatga kelmadingiz. Biz buvim bilan qishloqqa qaytishga majbur bo'ldik. Menga aytishing kerak edi. Shu paytgacha jinni bo'lay dedim-ku. U telefoningiz raqamini ham olmaganim pand berdi. Hozir qayerda yashayapsan? Haliyam buving bilan qishloqdamisan? Yo'q. Buvim vafot etdilar. 2 oycha bo'lib qoldi. Men bir o'zim yashayapman qishloqda. Yangam qarindoshiga tegmaganim uchun meni sig'dirmayapti. Ochiqchasiga haydadi. Yolg'iz qo'rqmayapsanmi? Ilojim qancha? Meni hech kimim yo'q. O'z kunimni ko'rib yuribman. Hozir men sen bilan qishlog'ingga boraman. Uyingni ko'rsatasan. Keyin esa ertaga dadam bilan kelaman. To'yni bir haftaga qolmay o'tkazib olamiz. Seni bunday yolg'iz yurishingni istamayman. Men so'zsiz bosh egdim. Keyin Niyoz aytganidek bizning uyga keldik. Niyoz ertaga kelishini aytib, xayrlashib ketdi. 6-sentyabr. Hayotimda hammasi o'zgarib ketdi. Go'yoki juda tezlashib ketgandek. Niyoz kelib ketganidan beri uy yig'ishtirilib, hamma joyni chinni-chiroqdek qilib qo'ydim. Niyoz vadasida turib ertasiga otasi bilan keldi. Men u kishidan uyalib chiqmay turdim. Niyoz esa "Xavotir olma" deb meni otasini oldiga olib chiqdi. Biz hovlidagi so'rida gaplashdik. Qizim, siz hech ham xijolat bo'lmang. Bu avvalo taqdir. Ota-onangizni Alloh rahmatiga olsin. Men ham Niyozni onasidan ajraganimga 4 yil bo'ldi. Hamon ko'nikolmayman. Men ayolimni o'zim tanlab uylanganman. Shuning uchun Niyozning tanloviga qarshiligim yo'q. Sarpo deb g'am chekmang. Hozircha keragini olamiz. To'yni o'tkazgach, qolganini Niyozni o'zi olib beraveradi. Men bir so'z deya olmasdan ko'rpachani chetini o'ynagancha bosh silkidim. Tog'angizni manzilini aytsangiz, to'yni maslahatini qilardik. Men manzilni yozib berdim. Shundan so'ng ular ketishdi. 8-sentyabr. Niyoz bozor aylanib menga kiyimlar olishimizni aytib shaharga chaqirgandi. Niyozni aytilgan joyda kutib turar ekanman. Nizom kelib qoldi. Shu atrofdan o'tayotgan ekan. "Mohi Gulxon, yaxshimisiz?" "Yaxshi. Nega sizni oldinroq ko'rmagan ekanman? Xayolimni o'g'irladingiz." "Uyalmaysizmi shu gaplarni aytishga? Guldek xotiningiz bor-ku." "Ammo sendek emas-da u. Senga yetishish uchun jonimni ham berardim." "Ablah ekansan, essiz Gulsara, essiz." Men bu pastkashni ko'rmaslik uchun u yerdan ketdim. Keyin esa bir panaroq joyda turib Niyoz kelishini kutdim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay kutgan insonim keldi. Bu vaqtda Nizom ketib bo'lgandi. Hamon gapirgan gaplari jahlimni chiqaryapti. Shu kuni Niyoz men uchun juda ko'p narsalar olib berdi. Dunyoda shunday yaxshi inson bor deyishsa ishonmasdim. Ammo mana bor ekan. Sizlarga manfaatli kontentlar ovozlashtirishimiz uchun kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi joylanayotgan hikoyalardan birinchilardan bo'lib tinglaysiz. Davomi bor.